Ada, ana akamga aytsangiz bo'ladi-yu. Nima bo'lsaman. Ada, nima deysiz? Bo'lar bo'lmasga telefon qilvermang. Nima qilardim? Ish qilyapman. Klient kutyapman, ada. Bolam, 3 kundan beri aytaman. Alishtirib yurdi. Bilaman, ishing ko'p. Ada, ana akamga aytsangiz bo'ladi-yu. Nima bo'lsaman. Akam ham bor-ku, ada. Kitob o'qishga qiynalayotgandim. Mayli qo'yaver bolam. O'zim bir amallar. Bo'pti. Oke. Telefonda siz bilan gaplashganmidim uy masalasida? Assalomu alaykum. Ha, men bilan akajon. Keling. Mana uyimiz. Olsangiz baraka topasiz, oka. Unaqaga o'xshamayapti-yu. Nimaga unaqa deyapsiz? Telefonda iymon, insof to'g'risida ma'ruza qilyotdingiz-ku. Lekin to'satdan adingiz bilan gaplashganingizni eshitib qoldim. Odam o'z otasiga ham shunaqa munosabatda bo'lishini ko'rsatib qo'ydingizmi o'shanda? Uyingizdagi davlatingiz baraka topmagan ekan. Men ham bu uyni sizdan olib baraka topa olmas ekanman. Oka. Kechirasiz. Boylikdan orqasidan quvib yaqinlarimni unutib qo'yibman. Ko'zlarim ko'r bo'lib qopti, aka. Ko'zlaringiz ochilganda boshqa odam topib sotarsiz. Lekin men bu uyda ololmas ekanman. Xayr.